Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Oldingi qismda men qayerdaman? Va nihoyat. Men seni topdim. La'nat yey. Yer la'nati. Meni mahkamroq ushlagin. Yo'l boshlovchini zudlik bilan olib kelinglar. Bo'lmasam shafqatsiz jazo kutyapti sizlarni. Mana shu yer. Biz bo'shliqdan o'tishimiz kerak. Men haligi Yordam bering. Yer la'nat yey. Men tirikman, ammo qanday qilib? Axir bunday bo'lishi mumkin emas. Chunki bo'shliq dunyoning oxiri emas. Yo'q-e, Balki bu boshqa o'lchamga kirish eshigidir. boshqa o'lcham deysanmi? Hozir nima bo'ldi? Xavotir olma. Bu his qilayotgan narsang bo'shliq bosimidir. Tez orada bunga ko'nikib ketasan. Agar bu gaplarga meni ishonadi deb o'ylasang, demak sen aqldan ozgan bo'lishing kerak. Bo'shliq, olam bu hikoyami nima bo'lo? Agar menga ishonmasang, mana o'zing ko'rishing mumkin. Men hazil qilyapman degin. Qaranglar, bu yo'l boshlovchi shu yerda shon-sharaflar bo'lsin. Yo'l boshlovchi, va nihoyat siz qaytib keldingiz. Axir biz seni kelishingni qanchalik kutgan edik. Haligi Uni bu yerga olib keldingmi? Xo'sh Yulduz, biz bu yerda asrlar davomida yashirinib kelmoqdamiz. Sen esa uni to'g'ridan-to'g'ri yashirin joyimizga olib kelding. Buni nima uchun qilding? Bizni o'lishimizni xohlayapsanmi? Men yo'l boshlovchini Zorkning rejalaridan olib tashlashim kerak edi. Xo'sh, shuning uchun buni bu yerga olib keldingmi? Menda boshqa tanlov yo'q edi. Nima qilayotgan bo'lsang ham o'ylab ish qil, Yulduz. Unga e'tibor berma, u shunday asabiy yuriydi. Mening ismim Eldorjon. Tanishganimdan xursandman. Mening ismim Akvarist. Akvarist, ha bilaman. Bu yerda hamma sening kimligingni biladi. Yo'q, mayli. Yo'l boshlovchi, qani men bilan yur. Xo'p. Mayli, men bora qolay. Mayli, bemalol. Siz bilan tanishganimdan xursandman, yo'l boshlovchi. Endi menga aytchi, yo'l boshlovchi, o'zi nima degani tushuntirib berchi? Va sizlar aytayotgan energiya menda bor, o'zi nima u? Mayli, necha marta o'tayotganingda bir joydan bir necha marotaba qishloqni ko'rding. Hujum ostida yoki bo'lmasam xavf ostida kimdir qandaydir bir sababsiz yo'lingga chiqdi. Sen hech narsani tushunmasang ham qilayotgan ishingni to'xtatib unga yordam berishga tushding. Haligi ular qishloqqa hujum qilyapti. Men nimadir qilishim kerak. Men sanashni allaqachon unutganman. Buni seni olib yuradigan energiya bajaryapti. Aynan mana shu energiya seni shu vaziyatlarga olib boradi. Bu kuch juda ham oddiy, lekin ayni paytda nihoyatda kuchli. Buni muvozanatni himoya qiluvchi kuch deb o'ylagin. Bu tartib va adolatni qo'riqlovchi energiya. Mayli, lekin ammo men olib yuradigan energiya shu bo'lsa, nega Zork uni ortidan quvmoqda? Chunki u o'lchamlarni bog'lash qobiliyatiga ham ega. Mana shuning uchun u seni ortingdan kelyapti. Xullas barchasini birlashtirmoqchi. O'lchamlarni birlashtirish? Ammo nega? Chunki u Nezerni terraformatsiya qilmoqchi yoki o'zi aytganidek Nezer from qilmoqchi. Lekin ammo men olib yuradigan energiya buni qanday qiladi? U seni energiyangdan bir o'lchamdan boshqasiga o'tish nuqtasi sifatida foydalanadi. Nezerning biyomlari va atmosferasini boshqa o'lchamlar bilan almashtiradi. Shuning uchun seni yo'l boshlovchi deb atashadi. Chunki bu energiya. Yo'naltiradi.
Xo'p, mayli aytaylik, bu uni amalga oshirdi. Yuqori dunyo va oxirgi o'lchamlar nima bo'ladi? Agar u Nether fromlashni yakunlasa demoqchiman. Qisqacha aytganda bu ikki o'lcham uchun qiyomat. Ammo Nether ham uzoq vaqt bardosh bera olmaydi. Yangi atmosfera va yangi biomlar bilan Nether fromdagilar bunga bardosh bera olmaydi va oxir-oqibat halok bo'lishadi. Shunda ham Zork rasvo rejasini amalga oshirmoqchimi? Bu faqatgina kuchlilar mavjud bo'lish kerak deb o'ylaydi. Qolgan Nether fromliklar esa keraksiz. Aha, tushunarli. Xo'sh, uni qanday qilib to'xtatamiz? Buni to'xtatib bo'lmaydi. Men bir marotaba urinib ko'rganman. Chunki biz qarshilik guruhi unga qarshi kurashganmiz. Qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik, ammo oxirida hech qanday natija bo'lmadi. Zork esa qochib ketdi va shunchaki keyingi o'tkazgich tug'ilishini kutdi. Xo'sh, demak sen meni shu yerda yashirmoqchisan. U shunchaki meni abadiy topmasligi uchun. Hozircha meni qo'limdan kelgani shu. Yulduz, meni qutqarganing uchun avvalambor sendan minnatdorman. Ammo men bu joyda abadiy qolishni xohlamayman, chunki mening do'stlarim bor. Agar Zork seni topib oladigan bo'lsa, bu hayot sen uchun tugaydi. Ha, balki shundaydir. Ammo men bu yerda yashirinib o'tirishdan ko'ra, urinib ko'rib o'lishni xohlayman. Menga qara yo'l boshlovchi. Mening ismim Akbaris, tushunarlimi? Meni tinch qo'y, yolg'iz qolishni xohlayman. Ha, mayli. Buni qabul qilish oson emas, to'g'rimi? Ha? Nima? Men dunyoni biz o'ylagandan ko'ra boshqacha ekanligini angladim. Men hali ham bu yerda nima bo'layotganini tushunishga harakat qilyapman. To'g'ri, hech kim boshidan hech narsani tushunmaydi. Men ham bu yerga kelganimda hech narsani tushunmagan edim. Zork o'lchamlarini Nether from qilishga uringan davrdan beri shu yerda yashayapsanmi? Ha, men Zorkka qarshi birinchi qarshilikda jang qilganman. Biz g'alaba qozondik deb o'ylaganimizda, u qochib ketdi, lekin bir muddat o'tgandan so'ng u bizni ovlashni boshladi. Shuning uchun shu yerdamiz. Bu yerga kelganingizda 6000 yil bo'ldimi? Ha, bu juda ham uzoq vaqt, lekin bu katta maqsadlar uchun edi. Sening oilang bormi? Shuncha vaqt o'tgandan keyin bilmadim. Ha, juda afsusdaman oshna. Ha, mayli, seni-chi, seni oilang bormi? Ha, to'g'rirog'i bor edi. To'g'rirog'i men boshqa sayyoradanman. Men yashagan sayyora vayron bo'lgandan keyin men yerga kelib qoldim. Ammo endi hech kimim qolmadi. Meni oilam ishlashdan to'xtadi va men ularni yana ishga tushirish yo'lini hech qachon topa olmadim. Ishlashdan to'xtadi deysanmi? Ha, buning tarixi uzun. Xullas, qisqasini aytganda, men yerga kelib qoldim va yaratgan narsam butun bir qishloqni vayron qilgandan keyin uni qayta tiklashga yordam berish uchun qoldim va oxir-oqibat shu yerdaman. Yana yaxshi do'stlar ham orttirdim. Xullas, qandaydir ma'noda mana shular mening oilam. Ha, omading bor ekan bola. Hamma ham ikkinchi imkoniyatga ega bo'la bermaydi. Mana shu ikkinchi imkoniyat menda bor edi. Mana bular sodir bo'lmasidan oldin. Qara, qo'pol ko'rinishni xohlamayman, ammo fikrlarimni tartibga solishim kerak. Odatda buni yolg'iz qolganda qila olaman. Men ortingdan yetib olaman. Suhbat uchun rahmat. Arzimaydi. Agar biror narsa kerak bo'lsa, men shu yaqin atrofda bo'laman. Katta rahmat senga ham. Lanet. Yana o'sha tuyg'ular. Tashqarida nima bo'lyapti o'zi? Va nihoyat kelding. Men buni 6000 yil kutdim. Nima? Yer lanet. O'zing uchun yaxshilik qil va taqdiringni qabul qil. Sen qanchalik tez o'lsang, shunchalik ko'p hayotni saqlab qolamiz. Men kurashmasdan taslim bo'lmayman. Bu o'tkazgich qarshilikning bir kuchi bizga xiyonat qildi. Biz bu yerdan ketishimiz kerak. Yana boshlandi. Taslim bo'l va bizga yo'l boshlovchini topshir. Mahkam ushla. Ularni ortidan. Qani yo'l boshlovchi, bu yerdan ketishimiz kerak. Shoshma, bu yerda nima bo'lyapti? Nega endi bular meni ortimdan kelishyapti? Bu Dorian, u aqldan ozdi. U seni o'ldirmoqchi. Mana shunda Zork seni qo'lga tushira olmaydi. Hozir bu yerdan ketishimiz kerak.
Shoshma, yulduz qayerda? Dorian uni olib ketdi. Agar hozir ketmasak, ular bizga yetib olishadi. Qani tezroq ketishimiz kerak. Jinosan nimalar bo'lyapti menga? Bu yerga bir legion kelmoqda. Nima? Bir legion? Qani bizga yo'l boshlovchini tezroq topshir Eldor. Haha, faqat mening o'limimdan keyin. May, o'zing bilasan. Seni o'ldirishga meni majbur qilma. Hammasi tugadi Eldor. Taslim bo'l va men senga rahm qilaman. Mayli, qo'lingdan nima kelsa shuni qil. Mayli, buni o'zing so'rading. Men sichqondek yashirinishdan charchagan yagona odam emasman. Biz Zorkning rejalarini to'xtatish uchun yonma-yon kurashdik. Ha, bu mening hayotimdagi eng katta xato edi. Bizda bor bo'lgan narsalarni barchasini qurbon qildik. Ha, lekin biz o'lchamlarni saqlab qoldik. Ha, biz o'z hayotlarimizni la'natladik. 6000 yil Dorian. 6000 yil padaringga la'nat. Mening sayyoram, mening oilam bor edi. Men barchasini tashlab keldim qarshilikka ergashish uchun. Senga va la'nati yulduzga ergashdim. Bularning barchasi Zorkning qochib ketishi uchun edi. Va mening qirolligimga qilgan mehnatim barchasi zoya ketdi. Sen aqldan ozding. Zork haq, faqat kuchlilar omon qoladi o'lchamlar birlashtirilganda. Faqat sen va la'nating yulduzga o'xshaganlar mana bu 3 ta o'lchamdan yaxshiroq. Xo'sh, nima qilmoqchisan? Men nima qilmoqchiman? Men buni tuzatmoqchiman. Buni boshlashcha birinchi seni yo'q qilaman. Mana shunda sening jasadingni Zorkka sovg'a qilaman. Kim o'ylabdi, qadimgi qishloqdoshlaring oliy shohi o'z sharafini loyga bulg'adi. Aqldan ozgan odamning yana bir qo'g'irchog'iga aylanding. Sen o'zi sharaf haqida nimani bilarding? Senga la'nat bo'lsin. Sizlar faqat bosqinchilik qiladigan padar la'nat kimsalarsizlar. Shunday bo'lsa-da, biz hech kimning buyrug'iga bo'ysunmaymiz. Novchaga mendan salom ayt. Shoshma! Yetar. Bu ishni senga qilishga yo'l qo'ymayman. Yaxshisi bu yerdan ket. Ha, ko'rinib turibdiki, aralashuvchining yo'l boshlovchining xususiyati ekan. Uning javobgarligi og'ir bo'ladi. Men senga bu yerdan ket degandim. Va nihoyat men seni topdim. Ular pastda ekan. Bo'ldi. Yetar. Sening rejang barbod bo'ldi. Biz seni yo'l boshlovchini Zorkka topshirishingga yo'l qo'ymaymiz. Ha, sizlar meni yo'l boshlovchini Zork tomonga olib ketyapti deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Aslini olganda men Zorkni bu yerga olib keldim. Nima? Zorkni bu yerga olib keldim deydimi? Nezarliklar, hujumlar!